Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Alhamdulillah o'tgan yili Angliyaga borib kelgan mijozimiz O'ktamjon akamiz xudo xolasa bu yil yana nasib qildi. Inshaalloh ikkinchi vizalari ko'pchilikda xabari bor. 2026-yilda Angliya hukumati elektron viza, e-vizani joriy qildi. Mana xudo xolasa O'ktamjon akamga o'tgan yili viza sentriga kirganlarda viza stiker urib bergan edi. Mana bu yil elektron vizalarni oldilar xudo xolasa. 15-aprel kuni uchasizlar xudo xolasa. 15-aprelga biletlarni olishdi inshaalloh. O'ktamjon aka kayfiyatlar yaxshimi aka? Charchamayapsizmi aka? Qalbingiz mazza qilyaptimi? Endi o'tgan yili borib kelgansiz, yana bilasiz qanaqangi mazzaligini bilasiz. Yana bu safar o'sha o'zingizda qanaqadir sog'inch qiynab, hozir vizalarni olib oldingiz. Mana Allohga shukr. Alloh taolo yetkazganiga shukr. 19-mart kuni viza sentriga kirib chiqishgan edi. Mana Xudoga shukr. Vizalarni o'zi qo'llariga olishdi elektronisini. Xo'p, O'ktamjon aka qolganlarga nima tavsiya qilasiz? Boradolarga tavsiyam shuki, kelinglar. Xudo xolasa. Javobim sabab mana ikkinchi marta ketyapman. Maşallah. Mana yo'limiz ochilib. Boradolar kelinglar, mana noldan qiladi, ishonarlar. Mana o'zim ikkinchi marta ketyapman. Keladiganlarga tavsiyam shu. Inshaalloh. Boringlar. Xudo xolasa aka biz sababchi bo'lib qolganimizdan, foydamiz tegandan xursandmiz aka. Sizdan keyingi aka-uka opa-singillarimizga ham Alloh taolo bizni sababchi qilib qo'ysin. Foydamiz tegsa xursandmiz aka. Inshaalloh hammaga nasib qilsin. Angliyaga viza olaman degan qalbida yaxshi niyati bor har bir insonga Alloh taolo o'zi g'oyibidan yetkazsin. Xudo xolasa bizni shu vizalarni olishlarda sababchi qilib qo'ysin aka. Kelgusi ishlaringiz omad tilab qolamiz aka. Xudo xolasa har doim shunaqangi omadli, samimiy, yaxshi inson bo'lib yuring aka. Qulluq bo'lsin. Pasport vizalaringiz aka. Xudo xolasa Alloh yaxshiligi bilan siylasin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Kimga Angliya vizalari kerak bo'lsa, bemalol chiqarasizlar. Foydamiz tegsa xursandmiz. Easy Visa, best of the best. Hammaga rahmat. 2026-yildan yangi Angliya hukumati yangi e-viza vizasini joriy qildi. Ikkinchi vizalari elektronik bo'ldi. O'ktamjon aka, qulluq bo'lsin aka, muborak bo'lsin. Inshaalloh Alloh yaxshiligi bilan siylasin aka. Xudo xolasa 15-aprelga uchar ekansizlar, xudo xolasa. 15-oktyabrgacha ekan. Xo'p. Viza sentriga 19-mart kuni kiradilar. Xudo xolasa bugun vizalaring chiqdi. 15-apreldan uchasizlar xudo xolasa. O'zingiz kayfiyatlaringiz yaxshimi aka? O'tgan yili Angliyaga borib kelib maza qildingiz aka. Xudo xolasa qolganlarga ham tavsiya qilasizmi? Haqiqatan ham realni yurakdan qolgan opa-uka, aka-singillarimizga haqiqatan ham yurakdan tavsiya qilaman. Kelinglar. Xudo xolasa. Javobim sabab bordim, mana bu yil rasm qo'shni yana ketyapman. Mashalloh aka. Kelaverasizlar. Inshaalloh aka, biz foydamiz tegandan xursandmiz. Xudo xolasa aka. Sababini qildi, Alloh taolo yetkazdi, qazoyi qadar mana rizqlar yozilgan ekan. Xudo xolasa chaqirsa shunaqa paftornik boraveradi. Inshaalloh aka, qolgan mijozlarimizga ham nasib qilsin inshaalloh. Okay, let's go.